Assalomu alaykum. Mana bugun umra ziyoratlarni qilib qaytyapmiz, Xudo xolasa. Mana Madina-i Munawvarada bo'ldik 2 kun. Makka-i Madinada bo'ldik. Mana hamma sharoitlar juda yaxshi yaratilgan. Bu tashkilotchilarga katta rahmat. Ayniqsa mana Rahmatulloh hoji akamizga juda katta rahmat. Tashkillashtirib hamma ziyorat amallarini bajartirdi o'zi boshchiligida. Xudo xolasa nasib bo'lsa, Allohim yana ziyoratlar qabul qil, yana kelishlik nasib ham bo'lsin, nasib bo'lsa, yana qayta kelishlik nasib ham bo'lsin. Katta hajlarga kelaylik nasib bo'lsa. Mana bu ziyoratlardan unumli foydalanaylik nasib bo'lsa. Allohim shu umra ziyoratlarimizni o'z dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Nasib bo'lsa, hammamiz sog' bo'laylik, salomat bo'laylik, vatanga eson-omon sog'-salomat yetib, nasib bo'lsa, farzandlarimiz bag'riga eson-omon borishlikni hammamiz Allohdan so'rab qolamiz. Allohu akbar.